Hisobimni tikib bering. Mayli, hop. Tezroq tikib bering, keyin nech pul bo'ladi? Mayli, tez qilib beraman. Pul bermasangiz ham bo'laveradi. Menga qarang, yalanga yo'q. Tez qilib bermabdi, kutib turaman. Sen sadaqangga zo'rmasman. Mayli, Voy, asal bola ekan-a. Jentralari ham o'ziga yarashib turibdi. Shunaqa alik ahvollarni yaxshi ko'raman de. mana singlim bo'ldi. Mana puling. Rozi bo'ling. Ha, oka, bo'ldimi? Ha, usta shoshyotdim. Uchrashuvlarim bor edi. Xo'jayin qolib ketdingiz, 3 ta majlisimiz bor. Kutib qolish. Keling, seni tikib berish kerak ekanmi? Ha, bu inson tikib berdilarmi? Juda kamtar odam. Usta, yopasizmi? Assalomu alaykum. To'y ketadimi? Mayli, siz borib ko'ring, men birpas o'tirib ishlayman. Ishxonani sizga, sizni Xudoga topshirdim. Bu inson seni juda katta bir tashkilotda rahbari bo'ladilar. Qo'llarida inomarkalarni eng oxirgi modeli bo'lsa ham, lekin oddiygina jentrada yuradi. Qarang qanaqa sodda bir insonligini. Yo'q.